Assalomu alaykum hammaga. Malina ixlosmandlari yaxshimisizlar? Mana bu malinalarimiz pishib qolaydi. Jichcha pishmagandan so'ng yozib uzmayapman. O'zi uzgani keluvdim. Delli va sortimiz adashmasam bu yaxshi bo'lyapti. Bu yerda ham bor. Hozir yana bittasini ko'rsataman nari tomonda. Bu yana bitta tupi mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Bunda ham meva bor. Bular aprel mayda ekilgan sortlar. Shu paytda ekilgan. Hozir kiryapti mevaga. Bularda nimagadir yo'q. Bularni ham qolsa kerak. Bu yerda mana Black Jam doimgidek. Mana ko'chatlar yaxshi holati. Katta quyidagi ko'chatlarimiz mana 4 tadan 5 tadan mevasi bor, mana ko'rishinglar mumkin. Bundan shunaqa yaxshi ketyapti, holat zo'r. Cheklalarni chiqaryapti yana. Buni qanaqa sortingni bilganlar bormi? Kommentda o'zingizlar yozib ketarsizlar. Mana o'ta mevaga boy sort ekan, mana qaranglar mevasini. Darvon ekan mevalar mana. Ko'rishinglar mumkin. Mevasi narvon ekan. Hammasi bor deyarli. Bexato bo'lyapti mevalari. O'tgan safar aytganimdek mana xato qilmayapsizlar. Biz xato qilgan joydan unumli foydalanamiz deb mana pomidor ekilgan. Pomidor ekib bo'lmaydi ekan. Pashsha bosib bo'lgani bo'lar ekan. Bu yerda ham mana orqalar bor. Malinalar bor. Mana mevasi mana shunaqa holatda bo'ladi. Qizaryapti, bu ham pishyapti, o'zi bittasi. Qolganlari sekin qo'ralayapti mana. Bu yoqda ham shunaqa. Kanalimizga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Foydali maslahatlar hammasi Malina Xo'jobod Uz kanalida. Xo'jobod Malina Uzda deganim. Kuzatishda davom etinglar bizni.